Bas. Endi bas endi. Ana geldi. Yaqinroqqa bor. Bas. Yolg'onni sizlarga rostini ko'rsatishga harakat qiladi. E'tibor bering, oltigina lentalar. Lentalar bilan hasod ayollarga aylanib qolyapti. Sevg'oni Shavol. Biz endi Hasanboy toshlar bilan birma-bir tanishib tomosha ko'rsatib bersa. Faqat sizlardan qarshi Hasanboy polvondan tomosha ko'ramiz. Qarshi bormi? Mana keldi. Hay, polvon yorib ketib qolmasa. Polvonni kaftida 4-rolik tosh. Yaratgan Alloh zamonamiz tinch qilsin, yurtimiz obod, bundan-da obod bo'lsin. Har bir xonadonda xursandchilik bo'lsin. Xursandchilikda kelishlikda yaratgan Allohimiz nasib ro'za edi. Odida o'zlariga ega bo'lgan kayfiyat ko'tarish uchun qahramonlari va polvonlar guruhi. Afrikadan mehmon. Bo'ylari 2 metr, og'irligi 500 kilo, garilla bo'sh kema. Arman bo'lmaydi bunaqasi, internetda bo'ladi. Şekerle bin bir deva. Bos endi garilla. Senem tukre zara cuke Bunaqasi internetda bo'ladi. Advan bo'lmaydi. Va'da qilinganda kayfiyat ko'tarish uchun qahramonlari va polvonlar guruhi tomosha ko'rsatyapti. Hushyor bo'lganinglar endi. Bolalar davrani keyinroq ovolashdan iltimos. Çelçelle sapne ço Altın gülen Kasımda uzun gülen İyi bana gelme. Bana. Senem Ortadan yürümeyle bolla iltimos. Selain boleh berkata lebih film mahkamah berkata. Lekin bolalar men aytyapman, o'rtadan yurmanglar deyapman. Hamma joyiga turib olsa, va'da qilganimda film qahramonlarini olib chiqaman dedim, va'da qildim, va'dani amalga oshirdim. Avvalambor assalomu alaykum tomoshabinlarimizga xush kelibsizlar. Endi o'yinning boshini albatta kayfiyatlarni ko'tarib oldik. Endi foks o'yinlariga o'tib beramiz. Bu o'yinlarni o'ynab bo'ladi Atlaslar yurti bo'lgan Marg'ilon shahridan. Ilyuza foks o'yinlarining mohir ustasi, Toshkent sirk talabasi Boburjon. Boburjonni chiqishiga ham bitta qarsak cho'ganlarda, xonadonda, to'ylarida xizmatchisi, qiyg'iralar bilan qarsak bo'lsin. Davronbek Ilyuza foks o'yinlarining mohir ustasi, Toshkent sirk talabasi Boburjon. Mana o'sha yigit, Sivakska yigit, Ilyuza foks o'yinlarining mohir ustasi. O'yinni boshida bir oddiygina lentalar bilan ko'rsatib boryapti. Qo'llariga e'tibor bering. Qo'llarida oddiygina lentalar. Mana muzikani almashtirib. Muzikani. E'tibor bering, qo'llarida oddiygina lentalar. Lentalar bilan hasod oyoqlarga aylanib qolyapti. Qarisi bo'lma qarisi. Rahmat. Boburjon hozir nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Ko'rmay qoldi. Tushunmay qoldi. Ko'rding namoz qanaqa bo'lgandi? Tushunmay qoldinglarmi sizlar ham? Ana. Yana bitta takror holatda ko'rsatib beradi. Ko'ziga qarasangiz o'rganasiz.
Ko'ziga qarasiz aldamaz, qo'liga qarasiz o'rganasiz. E'tibor bering. O'yinlar yolg'on sizlarga rostini ko'rsatishga harakat qiladi. E'tibor bering, oddiygina lentalar. Lentalar bir hasod ayollarga aylanib qolyapti. Qarshi, o'ma qarshi. Choridi sanam 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 tukre tukre zarra zarra chuke chuke oh Mana temizlik e'tibor bering, qo'llarni oldiga shashka do'stgacha. Do'stgacha bilan ko'p tomoshalar. Do'stlarni ochyapti, do'stlarning ichidan Rossiyani o'g'il-o'g'illarini olib ko'rsatib beryapti. E'tibor bering, bir qo'llarida Rossiyani o'g'il-o'g'illari. Do'stlarning ichlarini ham ko'rsatib beryapti. Oddiygina do'stlar, ichlari bo'lmuş. altın gulem Qo'lidagi o'g'il-o'g'ilni do'stlarning ichiga solyapti. Do'stlarni yopyapti. E'tibor bering, duosini o'qiyapti. Qaytarib ochyapti. O'g'il-o'g'illar Amerika qishloqlariga aylanib qolyapti. Qarshi, bo'g'i qarshi. sanam 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 tukre tukre zarra zarra Aha, o haqiqiymi o'zi? Haqiqiymi? Bitta ko'raylik. Rosa ko'rdim bo'lyapsiz. Bitta men ko'rdim, qolganlar ham ko'rsin. Tomoshabinlarga ham ko'rsating. Ana akalarimga ko'rsatingchi, haqiqiymi ekan. Ko'ringchi aka, haqiqiymi? Ashit o'zida g'ob bo'ladi. Ashit o'zida bitta ko'rsinlar. Bitta ko'ring tog'a. Haqiqiymi? Haqiqiy. Bitta qo'lingizga ko'tarib qo'ying. Ana. Haqiqiysi. O'g'il-o'g'illarda haqiqiy Amerika aqsh dollariga aylantiryapti. Sizlardan qarshi bo'lib tursa, takroriy holatini ko'rsatib boradi. Telegramdagi muzikalar uz-muzikalar. O'zini do'stlarini ko'rsatib bordi, oddiygina do'stlar. Amerika aqsh dollarini do'stlarning ichiga solyapti. Yana yopyapti. E'tibor bering, duosini o'qiyapti. Qaytarib olsa, Amerika aqsh dollari yana Rossiyani o'g'illariga aylanib bo'lyapti. Qarshi ta'ziyamizda bitta qarshi qo'yamiz. Biz boks o'yinlarida mohir ustasi, Toshkent City talabasi Boburjon. Navbatdagi boks e'tibor bering. Qo'llarida Xitoyda o'tadigan bir xaltacha. Xaltachaning ichida oddiygina maydalangan qog'ozlar. Qog'ozlarni olib ko'rsatib boryapti. Oddiygina qog'ozlar. Qog'ozlarni maydalab, xaltaning ichiga solib qo'ygan. E'tibor bering. Oddiygina maydalangan qog'ozlar. Amerika ashtonlariga aylanayapti. Qarshi bo'ldi, qarshi. Har kuni O'zbekiston so'miga aylanadi. Bugun Amerika ashtonlariga aylanyapti. Bunaqasi qadam bo'larmidi? Yana chiqaring, kreditga aytilyapti. E'tibor bering, sizlarga yosh qarshi bo'lib tursa, oddiygina qog'ozlarda Amerika ashtonlariga aylanyapti. Qarshi ta'ziyamizda bitta qarshi toplaymiz. Kelajak so'ylarini mohir ustasi, Toshkent City talabasi Boburjon. E'tibor bering, qo'llarida oddiygina sutgacha. Sumkani ko'rsatyapti. Sumkaning ichiga Amerika aqsh dollarini solib ko'rsatib boryapti. E'tibor bering. Amerika aqsh dollarini o'rganiladi. Ko'p tomosha qilamiz. Qarshi bo'lmayapti, qarshi. E'tibor bering, Amerika aqsh dollari oddiygina qog'ozlarga aylanib qoldi. Qarshi bo'ldi, qarshi. Oddiygina qog'ozlarni dollarlarga aylantirib, dollarlarni oddiygina qog'ozlarga aylantiryapti. Qarz ekanligimizda bitta qarz javob qo'yamiz. Rahmat. Tomoshabin yo'qdimi? Xursandmisizlar? Peshoningiz ajasiga qiyiqlig'i bilan qarshi bo'lsin, qarshi. To'g'ri, turgan onam qarshi ham choyga kelmayapti. Qarshi javob turgan holda xonadonlaringga xizmat qilaman. Mana. Uchinchi bokschilarning mohir ustasi, Atlaslar yurti bo'lgan Marg'ilon shahridan Toshkent City talabasi Boburjon xizmat ko'rsatdi. Qiyiqliqlariga qarshi bo'lsin Boburjonga. Ustozoda yigit. Rahmat. Sizlarga dorbozlik tomoshasidan tomosha namoyish etsa, Boburiylar yurti go'zal Andijon farzandi tomosha ko'rsatsin.
Hayrolla Dorboz tomosha ko'rsasan. Dorbozni tomoshasini YouTube kanali orqali ko'ryapsiz. Instagram sahifamiz orqali juda ko'p insonlar ham ko'ryapti. Lekin Instagramda, YouTube'da ko'rgan boshqa, ko'z oldida ko'rgan boshqa. Sizlarga Boburiylar yurdi. Go'zal Andijon farzandi tomosha ko'rsatsin. Hayrolla Dorboz tomosha ko'rsatsin. Dorbozda chiqishiga ham qarshilik, xonadoningizda xizmat qilaylik. Marhamat. Barakalla. Sani deyirlər, sani deyirlər, sani deyirlər, sani deyirlər, sani sevirəm, sani deyirlər. Yaşavor, şavor. Yaşa Allah, hamı məsələn yox baba. Yosh kattalar bir duo qilaylik ilohim amin. Dorboziga sog' chiqyapti, sog' salomat o'ynab tushlaydi. Alloh taoloda o'zi nasib ro'z aylasin. Allohu akbar. Qo'sing Dorbozim. Hala. Ko'da günlərdir İsmaillər sağ ola. Abbas Qulaqlar sağ ola. Yaşasın. Dağlar yerlər. Dorboz keldi yurtingizga, nur keldi, ziyo keldi. Davralarni to'ldirib, shodligu shodon keldi. Shakarlarga tabassum, qizil yuzga bir nur keldi. Ushbu kun yurtingizga go'zal Andijondan Hayrullo Dorboz keldi. Dorbozga ovozi bilan bir qarshi bo'lsin. Dorboz yigitlarga 3 metrdan yuqori bo'ladi. Dor qonun qoidasi bilan tanishib, ustozlarni yo'q aylab, dor salom bilan tanishib kelsa, badas o'yinlarini o'g'irlashtirib boraman. Xalqim sizlardan qarshi Dorbozdan tomosha. Marhamat. Barakalla. Ta'zimi chiqadi o'yinlari bilan sizlarda Hayrullo Dorboz xursand qilsin. Shior bo'l endi Dorboz. Mana bu to'r ta'zimi sizlarga ta'zim. Qanday bo'lmi Dorbozga? Hey, Dorbozga bir qarshi sholing xonadoningizda xizmat qilsin. Qani? Barakalla Dorboz yigit. Dor bilan tanishdingiz, ko'rganda hayya siyoling, Jafar Asosiy olib tomosha ko'rsating, ot chopish qilib o'ynab bering. Xalqimizni qarshi bilan qo'llab-quvvatlab turadi. Davrada Hayrullo Dorboz. Shior bo'lib Dorboz endi. Barakalla. Shior bo'l Dorboz. Allah'ım başım şunlarım. Hadi sen. Hey, mana shu joyiga ovozi bilan bir qarshi bo'lsin Dorbozga. Hey, endi kelishib olamiz. Qarshi cho'gan odam kechasi bilan ertalabgacha yangi chiqqan 200 mingtalik bir sanasin. Bormi qarshi? Hey, bundan naqadda qarshi cho'gan odam eshik orqasidan, uyin orqasidan tambalasinda pachka dollar bilan yevro sanasin. G'alaba bilan qarshi. Endi e'tibor bering, sizlarda cho'gan qarshilaring bilan birga Dorbozga, Dorni o'rtasiga keladi. Dorni o'rtasiga kelgan holatda langar pavorot, langar xatar degan tomosha bu. Unga qo'shib ko'kda qaldirg'och holatini ham ko'rsatib beradi. Faqat sizlardan qarshi Hayrullo Dorbozdan tomosha. Marhamat. Hududingizda dayla turinglar, hushyor bo'linglar endi. Eng murakkab tomoshasi. Dorboz, otang seni lochinim degan. Onang esa Botirim, xalqim
halqim suyib atagan gulshum xorim. Bir zamonlar etaklardan dostonlarga o'tgan seni qasidang. Qasidang emasdir asli el ichida terib yurgan nasibang. Mamolar aytganida yo ulvalidir, yo el ichida terib yurgan nasibang. Maqsading deb so'z so'rar. Yurtga tinchlik, omonligi, senga shodlik bo'lsa bas, maqsadingdan o'rgilay darboz. Qaldirib o'xshagan bo'lsa bir qarshi bo'lsin darbozga qarshi. Xayrullo darboz, o'zgasi bilan mohir ustasi. Orqaga o'tkazlangan cho'pni oldi tomoniga aylantiradi, murakkab holatda aylansin. Shu bo'l. Darbozga bir ovozi bilan bir qarshi bo'lsa, Xayrullo darboz. Darboz yigit. Endi hadi o'yinlaringiz yengillashtirmay, nima bo'lsa bo'ldi, belgisi lo'njini yeching, nima bo'lsa bo'ldi. Ko'zini boylaydi. Ko'zini boylagan holatda yurib tomosha ko'rsatib beradi. Belida sira hopkani ham yechib yubordi. Belida sira hopkani yechgan holatda ko'zini boylagan holatda dorilib bu tomoniga o'tib beradi. Faqat sizlardan qarshi bo'lsa, Xayrullo darbozdan tomosha bo'lyapti. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qiling. Marhamat. Endi hushyor bo'linglar yigitlar. O'zimiz yigitlar hushyor bo'lasizlar. Qayda turasizlar? Qo'ydim darboz. Qaraga. Nomi shaydon. To'xta darboz, to'xta. Biz yigitlar qo'llamaysizlar. Darboz bu necha? Necha? Bilmayapti. Ana ko'zi boylandi. Ko'zi boylangan holatda dorni bu tarafiga o'tib bersan, yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qiling. Marhamat. Shu bilan darboz. Endi bu yigitlar qayda turinglar? Shu bo'linglar endi. Shamol bo'lyapti. چشمی لیلی بن نازش بنگی چگر می سازش چشمی لیلی بن نازش بنگی چگر می سازش دم گویش می نازم که دستر گوی رازش که دستر گوی رازش دم گویش می نازم که دستر گوی رازش که دستر گوی رازش دم گولتاری دارد بنگی چه یاری دارد Ana shu joyiga ovozi bilan bir qarshi bo'lsa. دارد از شوق زلفیانه Orqasiga ham yurib bersinmi? Faqat yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilinglar qadrlovlar. Sizlar uchun orqa tomoniga ham yursin. Marhamat. دارد چپ 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 دنبوله بنگیچه چپ 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 دنبوله بنگیچه چپ 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 دنبوله بنگیچه Shular bo'lib. Hey, hushyor bo'lgin darboz. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilinglar qadrdonlar. Dor xatoni kechirmaydi darboz. Hushyor bo'lgin endi, ehtiyot bo'lgin endi. خلاص کردم نمازه بنگیچه سرگو سازه خلاص کردم نمازه بنگیچه سرگو سازه کنار مهای دوره دلارا می نوازه دلارا می نوازه کنار مهای دوره To'g'risini aytaman, menda mikrofon bo'lmaganda o'zim qarshi chavorardim. Qarshi bormi darbozga? Xayrullo darboz, o'z kasbini mohir ustasi. Endi darbozga
Langar bilan o'ynadingiz ko'rdi, endi biz zangar o'ynang. O'ynaganda ham Gruzin xalq aytarganki, bizdan sho'x o'ynaydigan millat yo'qdir ekan. Bizni o'zbek o'g'loni salkam 3 metrdan yuqori balandda Gruzinlardan ham o'tkazib o'ynay beradi. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qiling. Qarsiy bo'g'mi dorbozga qani. Shket bo'malar bo'ldi endi. Hay 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 hay. Şuyor bo'yinni. Avval afsazi. Gruzincha. Para yalalar bu. Yana tomosha, yonbosh o'yinlari bilan. O'yin tarafiga yetar bu. Harakalar bu. Yana shu joyda o'rta shohona bir go'laylar bu. Harakalar bu. Şuyor bo'yinlar bu. Dorbozga bir arsiy bo'lsa, haydollar dorboz. Endi chaqbalay tomoshasidan tomosha namoyish etsan, juda ko'p insonlar oldiga aylanyapti. Oldiga aylanayotgan bugungi tomoshasini endi sizlarga sho'gan qarsiylaring bilan birga birinchi orqasiga aylanib tomosha ko'rsatib bersan, yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qiling. Qadrdonlar, chaqbalay misol aylanib tomosha ko'rsatadi deyapman yigit. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan faqat bir yetimda qarsiy bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. E'tibor bering. Chaqbalay misol aylanadi. Va'da qilyapman, va'dani amalga oshiradi yigit. O'zbekistonda yagona bo'lyapti yigit. Dorboz yigit tayyor. Sizlar ham tayyormisizlar? Videoga oladiganlar, telefoningiz bo'lsa, syomka ham qo'ying. Sizlar uchun boshida orqasiga aylanib tomosha ko'rsatsan. Marhamat. Shu bo'lendi dorboz. Qarsiy o'tsin dorbozga. Orqasiga aylansin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stop oldu. Bir de yıldıraz karşıya dorbozga. Ama ovozi bilan qarsiy bo'lmi? Yo. Qiyiqalaqa bilan qarsiy bo'lsin qarsiy. Hey, dorboz, ana qarsiyni guli sizga bo'ldi endi. Oldiga aylanasiz. Oldiga aylanganingizda bir 20 marta aylanib bering. Faqat sizlardan qarsiy. Xayrli dorbozdan tomosha. Marhamat. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hesabiga 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arabasın sağa bana geldi. Böyle de boz. Ovozi bilan bitta qarsiy dorbozga. Ana! Hozir men aylanib o'tgan vaqtimda ana shu to'g'rimda onam aytdiki, dorbozni o'yiniga qiziqdim dedi. Pastga tushsa, pastda o'ynab bersin dorboz deyapti. Qarsiy bo'lsin, pastda ham o'ynab beradi dorboz. Ana! Sani deyillar,
Sizlarga men kecha endi va'da qilgan edim. Kecha Husanboy kelgan edi, bugun Hasanboy Husanboylarni ikkalasini ham baravariga o'ynataylik. Hasanboy ham kelgan. Juda ko'p insonlar u bolalarni Instagramda ko'rishyapti. Instagram sahifamiz orqali o'zlarining ham Instagram sahifalari bor. Juda ko'p insonlar ko'ryapti. Instagramda ko'rgan boshqa, ko'z oldida ko'rgan boshqa. Sizlarga Hasanboy Husanboylar tomosha ko'rsatsin. Hasanboy Husanboylarning chiqishiga bitta men qarshi eshitib olaychi. Yo, bu qarsakka chiqishmaydi. To'g'risini aytaman, bu qarsakka fotochidan ham sekin tushib ham qo'yishmaydi. Ovozi bilan bir qarsak bo'lsa, davrada Hasanboy Husanboylar. Marhamat. Bunisi Husanboy, bunisi Hasanboy. Mana keldi. Endi hozir ikkalalarini baravar o'ynadi. Hozir Husanboyni olib chiqmasam xafa bo'ladi. Hasanboy o'ynayapti, men o'ynamasam xafa bo'laman deyapti. Endi Hasanboy Husanboylar ikkovi baravar o'ynab beradi. Endi Husanboydan tomosha ko'ramiz. Ko'rganda ham yablishga tomoshasini ko'ramiz. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qiling davrada. Husanboy polvon! Ana olasan, barakalla. Qarsay bormi? Husanboy polvon. O'zingni bosib olib biza yetdi. Endi hozir Husanboydan tomosha ko'rgan bo'lsangiz, endi Hasanboydan tomosha ko'ramiz. Husanboydan yablishga tomoshasini ko'rdingiz. Endi Hasanboy toshlar bilan birma-bir tanishib tomosha ko'rsatib bersa. Faqat sizlardan qarsay Hasanboy polvondan tomosha ko'ramiz. Qarsay bormi? Barakalla. Hay, polvon yorulib ketmoqsan. Polvonni kaftida 4 kilolik tosh. Barakalla. Endi ishga barmog'iga yana bir 30 kilolik tosh. Havoni taptida bamisoli olmasan kerak. 10 kilolik tosh. Iyo barakalla, bular yaxshi nima? Yana 10 kilolik tosh. İşte tosh 10 kilodan 30 kilo yil holatida. Qarsay bormi polvonga qarsay? Rahmat, har deb tosh ko'tarmasin, hozir odam ko'taradi. Ko'targanda ham nechta odam ko'tarishini o'zlaring hisoblab kitob qo'yib olasizlar. Undan oldin Hasanboy Husanboylarning o'zini bitta chiroyli tomoshasi bor. Original tomoshasi. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilsangiz, bitta tosh bilan tomosha ko'rsatadi. Toshni aylanishiga, polvonlarning san'atiga qarshi olasiz. Faqat yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qiling. Nima bo'la, eshon guzarda bugun qarzga qimmatmi deyman, ha? Eshon guzarchasiga qiyqirig'i bilan qarsay bo'lsin, marhamat. Sakanchi original tomoshaolari. Barakalla polvon. Shu bo'lib. Hoppa barakalla. Shu bo'lib endi. Hop. Barakalla. Yuqorida ishdi. Hoppa. Bino boshini ham ko'ramiz polvonlar. Barakalla. Shular bo'linglar endi. Hoppa, ikki amalo bayranyapti yon boshda o'zida. Barakalla. San'atda qarsakka bo'lsa qarsay bormi? ikkita toshni jangilarga berilsa, Hasanboy jangilarga beradi. Ikkita toshni bir-biriga urishtirmaydi. Bir-biriga urishtirmagan holatda ikkita toshni jangilarga berilsa, faqat sizlardan qarsay Hasanboy polvonning tomosha bo'ladi, qarsay bormi?
Shu bo'lib bizni polvon. Ha. Musayanchi eng original tomoshalari. Barakalla polvon. Toshdan aylanishiga polvonda san'at yarasi ijodi. Toshdan aylanishiga devorning ikki aborot. Shu bo'lib polvon. So'bat, mahfuz polvon. Ha. Barakalla polvon. Oppa barakalla. Oppa. Anastaganchi, ana kres qoladi. Yana shu joyiga bir qarsak bo'lsin polvonga qarshi. Hasanboy polvon. Hamma tosh qo'yindi bu. Ko'zi Muhammad, hamma tosh qo'yin nima bo'lsa bo'ldi. Bugun Husanboyda qiynaylik, kechagina bizni qiynadi. Husanboyda qiynaymiz. Husanboy hamma tosh ko'taraman deyapti. Jamiki tosh ko'tarib beraman deyapti. Lekin 5 ta tosh ko'taradi. 5 ta toshni o'zlaringiz hisoblab olasizlar. 4-16 kilolik, 64 kilo bo'ladi. Bitta 32 kilolik. 96 kilo bo'ladi. 96 kilo yukni 5 ta toshni paravanaga ko'tarib olsa, ovozi bilan bitta qarsak chop qo'yamiz polvonga. Qani? Sen O'zbekning shuhratsan, Qorabayir, Qorabayir. Shu bo'lib polvon. Sen yigitning davlatsan, Qorabayir, Qorabayir. Tantoyinning savlatsan, sen Allohning rahmatsan, tantoyinning savlatsan. Husanboyga qarshi bo'lmayapti. Temur qudratsan, Qorabayir, Qorabayir. Hay, polvon yorilib ketib qolmasin polvon. Qorabayir, 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 Qorabayir. Sen O'zbekning xonazoti, Xotinayir. Polvonda xoloshidan yo'q otishida 30 kilo. Yerdan 16 kilo. Jupaga qo'li 30 kilo. Yerdan birov yordam bermaydi. Birov yordam bermagan holatda yerdan bitta tosh oladi polvon. Polvon aytanaman polvon. Shu bo'lib oyog'ini betida yemida bitta tosh. Qarsak bormi polvonga? Husanboy polvon. Ko'zi Muhammad. Bu to'g'rilar qarsak cholyapsizlar, bu tomonda qarsak chogilaring ham yemay qolyapti. Qaynotalaring bilan urushib chiqqanmisizlar mana. Qarsak bo'lsin polvonlarimizga. Qani? Hamma bo'lib bo'lmasin, u toshdan qo'sh endi. Hamma bo'lib bo'lmasin. Oltita tosh ko'taraman deyapti. Hasanboy polvon 6 ta tosh ko'taraman deyapti. Bir harakat qilib ko'radi. Nomul shayton. Men ham va'da qilyapmanim, va'dani amalga oshirishga bir harakat qiladi polvon. Faqat sizlardan qarsak bo'lsa 6 ta toshni baravariga halol oshnoydigan tishini quvvatda ko'tarib olsa, polvonni haqqiga bitta qarsak chop qo'yamiz. Marhamat. Hay polvon, hushyor bo'laydi. Polvon. Qarsak bormi? Hasanboy polvon. Aylanib o'tadi polvon. Polvonga bir qarsak bo'lsin. Toshlarni bitta chenga yaqiladi. Endi Husanboy ko'tarsin, odam ko'tarsin. Ko'targanda ham o'zlaringiz hisoblab olasizlar. Yukni 1 kilosi ham yuk, 1 tonnasi ham yuk. Sizlardan yaxshi qarsak bo'lsa, 3 ta odamni ko'taradi. Unga qo'shib yana bitta kichkina bolachani ham qo'shib qo'yaylik. O'zimizning og'irligimiz o'rtacha hisoblaganingizda ham 75 kilodanmiz biz og'irligimiz. 75 kilodan 3 ta odamni o'zlaringiz hisoblaydi. Salkam 210 kilo bo'ladi, 215 kilo bo'ladi. 215 kilo yuk kamni qilmasin, unga bitta bolachani ham qo'shib qo'yaylik. Bolachani og'irligini bir 30 kilo desa ham 245 kilo bo'ladi. 245 kilo yukni polvon tikka turgan holatda ko'taradi, belli quvvatida. Qarsaga ko'tarsin. Marhamat. Yangi O'zbekiston o'g'li. Yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston. Amir Temur bobomning nomi bor. Hazrat Navoiyning sharaf shoni bor. Buyuk Temur bobomning nomi bor. Hazrat Navoiyning
O'zimizning sharaf shoni bor. Bobolari voy bo'lgan, bobolari voy bo'lgan, bobolari voy bo'lgan, bobolari voy bo'lgan. Alloh nasib solgan bu aziz makon. Muborak bo'lsin O'zbekiston. O'zbegimni O'zbek, lafzi halol so'zi bek. Ko'z tegmasin ilohim, O'zbegimni O'zbek. Xirmon to'la donimiz, donimiz. Qozonda osh dasturxonida nonimiz. Mehri daryo buyuk o'zbek xalqimiz. Har ishda borki bizning imkonimiz. O'g'lonlari mard bo'lar, to'ylar qilar. 4-16 kilo tosh qo'yin nima bo'lsa bo'ldi. Husanboydan hol tomosha ko'rdik. Endi Hasanboydan tomosha ko'ramiz. Tosh havoga otadi. Haydayotgan chugunlik toshni yelkasi bilan uradi ochiq badani bilan. Pulsillagan sado qulog'ingizga yetib bo'lsa, polvonga bitta qarshi chop qo'yamiz. Davrada Hasanboy polvon. Ha, polvon. Qozonga qimizlar quyildi, shirmoza qo'yiladi so'yildi. Ko'zlarga tortildi surmalar, toshlarga o'smalar qo'yildi. Tog'lardan Rahmat. Polvon. Ana ayamasni bo'z. Ovoz eshitilgan bo'lsa, qarshi bo'ldi polvonga. qo'mish qaytdi yiliga. O'zi Muhammad bittasini qo'ynima bo'ldi. Bitta tosh bilan tomosha ko'rsatsan. Oppoy toshlardi. Toshda havoga yotadi. Qaytagan chugunlik toshni boshi bilan urib beradi. Qarshi bormi? Hey, ursunmi? Ursun deganlardan bitta qarshi bo'lsin-chi. Apollo, adab qo'ydi polvon. Qani endi. Hozir urmaydi. Hozir ursa sevib o'chib qoladi. Hozir kaska ham uyda qolib ketib qoldi. Polvonlarga bir qarshi chop qo'yinglar. Hasanboy Hasanboylar tomosha ko'rsatdi. Sizlardan qarshi bo'lsa, yana turli alamlar bilan tomosha ko'rsatsan, shisha parchalar bilan tomosha ko'rsatsan, avtomashina bilan tomosha ko'rsatib bersan, faqat sizlardan qarshi Ro'zi Muhammaddan tomosha, bitta guldiroz qarshi. Bos. Endi bos endi. Ana keldi. Naqaroqqa bor. Bos. Ana keldi. Qarshi o'tirsin yigitga. Endi yigit yonib turgan alangani bir badaniga bosib bersin. Marhamat. Ikkalasi barobar qo'yingda. Chiroyli chiqadi. Shu bo'lib. Mana keldi. Bo'ladi hisob. Bazadorlar. Rahmat. Buni tandirga non yopgan onalarim biladi. Siz mana yigit badaniga bosib beryapti ovozni. Bilan bir qarshi bo'lsa. Shor bilan, bilan dedi boring, yonib turgan alangani bir o'chirib olib bersam. Marhamat. Qarshi bo'lib tursin yigitga. Mana keldi. Bobo, qoch. Qoch. Qarshi bo'lib tursin, qarshi yigitga. Mana keldi. Hey, ana shu joyda biloldim. Pauza qo'yamiz. Mana shu bolalar iltimos davrani kuzatgan olovlarini yonib turgan olovni tiliga bosib beradi. Marhamat. Yonib turgan alangani bittasini o'chirsin, o'chirgan holatda yoqib ham beradi. Qani? Yoqishiga e'tibor bering. Harakatlar yonda hisob. Bitta guldiroz qarshi yigitga. Endi ikkalasini baravariga bir harakat qilib ko'radi. Olov o'ta tez yonyapti. Baravariga bir harakat qilib ko'rsa, va'da o'chiradi. Marhamat. Shu bo'ldi. To'xtatib olib. Hey, to'xta. Bu reklammaydi.
Reklamamiz yo'qyaptimi? Reklama bahsini ko'ramiz sizlarning jonli bitta qarshi. Qani? Qo'shmakamizga baravadi yo'q, bitta o'chir. Qarsiylar bilan Ro'zi Muhammad tomoshaga o'zaryapti. Hatto sizlarning oldalaringda sindirmaydi, sindirmagan to'plab yurgan shisha parchalari bor. Ana shu shisha parchalaridan tomoshaga o'sarib bersan. Shisha parchalariga badalarini urib tomoshaga o'sarsan. Qarsak bormi yigitga? Rahmat. Bolalar, iltimos, mana shu yerda turgan bolalar, davrani keyinroq olinglar. Mana o'zi olib chiqib ham berdi. Butun shisha ichiga qo'shib bori, ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Ichiga qo'shib boraman. Bitta tosh olib chiqing, to'rttasini olib chiqing, to'rttasini olib chiqing. Qo'shib sindirib olaman. Eshitiladi ovozi. Mana shu shisha parchasiga badanini uradi. Gursullagan sado qulog'ingizga yetib bo'lsa, yigitga bitta qarshi chop qo'yamiz. Marhamat. Rahmat, ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Men eshittiray, mana eshitasizlar. Eshitildimi hammaga? Eshitildimi? Jonli bo'ladi bizda. Haqiqiy jonli bo'ladi. Panagramma bo'lmaydi. Panagramma o'ynatmayman yillarda. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilsangiz, ana shu holatda shisha parchasiga badanini urib tomoshaga o'tkazib bersin. Faqat eshon guzarchasiga qiyqirig'i bilan qarsak bo'lsa uradi. Qarsak bormi? شاه عشق بردر مانند شیر مادر ای شیر جوجه در هوا جان پدر برقصا جان پدر برقصا آمد بهار جان ها ای شاخ ته برقصا Hamma ishondimi? Yana mabodo shisha bo'lsa olib chiqinglar, yana qo'shib olaman. To'plab beringlar shishani, nima bo'lsa bo'ldi, badanini uradi. Qani? Tayyormi? To'xtanglar. Qo'shtirma. Put your fucking hands up. Ahmet Bahar Can. Barakalla. Boks, to'xtatmang endi. Hushyor bo'l endi. Barakalla. Bo'ladimi? Yetadi deganlardan qiyqirig'i bilan qarsak bo'lsa Ro'zi Muhammadga. Qarsak bormi? Xush kaman beraqso. Azashga toj domon, gapchaki kuchib boraman. Bu tomoshalar ham qarsakka arzimadi shekilli. Endi nima bo'lsa bo'ldi, orqa badani bilan yotsin, yotgan holatda orqa badanini shisha parchasiga urib beradi. Qarsak cho'gan 100 ga kirsin. Cho'magan 99 da qolib ketsin. Qani qarsak? E'tibor bering, ana shu holatda shisha parchasiga orqa badanini uryapti. Ovozi yetib borsa, taqansiy chop qo'yasizlar. Qani. Taqansiy bo'lsin yigitga. Ro'zi Muhammad tomoshaga o'xshatdi. Tunga. Har kuni tosh qo'yib urishyapti oldi yigitlar. Bugun tunkani o'zini qo'yaylik, hayllodor uradi. Kechagina men jicha qiynab qo'ygan ekan. Menga jicha qiynab qo'ydingiz mana deyapti. Endi hayllodor bo'z o'zi ursin. Men ursam jam qiynab qo'yyapman ekan. Endi hayllodor bo'z kuvaldangiz olib chiqing. Nima bo'lsa bo'ldi. Kuvalda bilan o'zingiz uring. Mana juda ko'plar gapirishyapti bu yerda. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qiling. Hayllodor bo'z urib bersa, faqat qarsakga ursam, qarsak yo'q bu. Ana ana shu holatda uradi. Hushyor bo'ling, ha, hayllodor bo'z. Bas. Shovobismi dingiz? Iyi. Shovoling, Ro'zi Muhammad, o'zingizga hushyor bo'ling, ha. Bas. Bo'ldi.
Bo'ldi ketadi. Qarsiylar bilan Ro'zi Muhammad. Bu ham qarsiyga arzimas shekilli. Nima bo'lsa bo'ldi. Hamma odamni ko'tarib beradi. Hasanboyda og'iniga salgan 80 kilo. Men 75 kilo deyman, o'rtacha 75 kilo hisoblayman. Men 4 ta odamni ko'taraman. 300 kilo yukni ko'klayida ko'tarib bersan. Faqat sizlardan qarsiy bo'lsa ko'taradi. Qarsiy bo'lmi? Lekin bu qarsiy ham yaxshi bo'lyapti. To'g'risini aytaman. Bu eshon guzarda yangi suv bor, shirin suv. Shirin suvni oldiga qarsiyda ovozi eshitilmayapti. Ana shu yerda eshitiladigan bitta qarsiy bo'lsa, mana. Nima bo'ldi? Nima qilayapti? Ha? Ana turmayapti. Turmasa men aytaman, har kun aytaman, har joyda borganimda ham aytaman-da. Men Farg'onada o'ynaganman. Farg'onada o'ynagan vaqtim turmagan edi. Farg'onani aholisi qarsiy jo'gan edi. Farg'ona shahrida aholisi ovozi bilan qarsiy jo'lab turadi. Qarsiy jo'qiladi. Ro'zi Muhammad. Qarsiy jo'gan qo'lingiz hech qachon dard ko'rmasin. Bitta aylanib bering. O'rtaga chiqib bitta aylanib bering. Hammaga ko'rindimi? Bu qon yorug'lik bo'ladi. Bitta qarsiy bo'lsa Ro'zi Muhammadga. Ana!